Assalomu alaykum, hurmatli cheksiz qadri ballam qadrdonlarim. Sizlar charchab qolmayapsizlarmi? Qalay bo'pti bosa-boslar endi. Xo'p, bugun xudo xolisa 10-sentyabr, seshanba, diyorimizda soat 12 bo'lib qoldi. Kelaylikda zo'r narsa sizlarga ko'rsataman. Xo'p, menda 27 hozir. 27, mana aytganimdek soat 12 bo'lib qoldi, 11:50. 27 maksimalniy darajada turibdi, ya'ni yiliga 5 bergan, brendga 6 bergan, litsenziya kartochkaga 5 bergan, platinumga 5 bergan, 4.95 dan baland reytingga 3 bergan va ekspert 3 bergan. Shu ekspertni oxirgisini olganimga rosa xursand bo'laman. Xo'p, 27 endi bitta prikol ish qilamiz. Xo'p, promokod. 3 ta promokodim bor. Uchalovi ham plus 3 beradi 5 soatga. Применить. Так. Применить qildik. Hozir xudo xolisa 30 bo'lish kerak. Xo'p, nima demoqchiman? Bugun 5 soat ishlaymiz. 12 bo'lgan bo'lsa 5 gacha ishlaymiz va 30 da, ya'ni plus 30 prioritetda nech pul ishlash mumkinligini birgalikda tomosha qilamiz. Mana 30 bo'ldi plus. Menimcha yorvorsa kerak-ku, ha? Nima deysizlar? Shu joyga bitta kommentariyaga yozib qo'yinglar, kimda nech pul, nech pul demayman, kimda necha plus. Bitta solishtirib ko'ramiz. Keyin yana bitta narsa, hozir bizga tekshirib chiqsa, YouTube'dagi kanalimizning 80%ni podpiska qilmasdan shunday tomosha qilayotganlar bor ekan. Iltimos, shunday bitta podpiska knopkasini bitta bosib qo'yasizlar, like-ga bitta qo'yib qo'yasizlar. Xo'p, kommentariyaga o'sha bitta iltimos qilganimdek kimda nechiligini yozib qo'ysanglar xursand bo'lardik. Xo'p, bizga bo'lsa liniyani yoqamiz va plus 30 da zajgat qilamiz. Zajgaym. Xo'sh, birinchi zakazimiz 5,5 ming plus bilan 5,5 ming plus bilan Comfort Plus. Qani ketdik. Hozir klient telefon qilyapti-da. Klient telefon qilib, mashinangizda освежитель bormi deydi. Yo'q dedim. Sam atir-patir sepmaganmisiz deydi. Yo'q dedim. Men mashinamda ortiqcha hidlarni yomon ko'raman desam, ha bo'ldi, unaqada kevering deydi. O'shaning uchun ko'pchilikda shunaqa allergiya bor, boshqa bor. O'shaning uchun ham mashinada ortiqcha hid bo'lishi kerak emas. Hozir o'zlaridan so'raymiz, nima unaqa deganlar. Zashigay. Освежительlarga allergiyasi bor. Hamma hidiga allergiya bor. Hamma hidiga? Mashinada qara, undan hidi kelyapti. Mashinamdan mo'ykadan olib chiqdim deyapsiz. Mashinam hidi kelyapti. Xo'sh, keldik. 19 minut kartadan to'langan. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. 30,500 so'm. Пожалуйста, убедитесь, что вы... Va keyingi zakaz qo'yilib turibdi bizga. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Mashina chiqib qoldi. Va bizani keyingi zakaz qo'yilib turibdi. Elektro tarifidan chaqirishdi. Boradigan joyligi aeroport. Atak plus 30 da ham, lekin zakaz chotki bo'pti, ko'z tegmasa. Xuddi shunaqa ketma-ketiga ulayapti. Sevimli taksi.
zakaz bo'yicha yorib yuboradigan taksi. Zajig'ayev. Buncha chemadon sig'maydi lekin. 3 talab chemadon mashinaga sig'adi deb o'ylashyapti, lekin xato. Sig'maydi. Atmay qiladi shekilli. Здравствуйте. A few moments later. Xo'p, klient olib keldik. 37 ming so'm chiqdi. Va keyingi zakazimiz poylab turibdi bizani yana. Zajig'ayev. Aeroportga keldik. Yaxshi qilib qo'yishibdi. Tepa yopuv, lekin pastsi o'zida ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Taksilar uchun alohida yo'l, har doimgidek. Ikkinchi liniyasidan kiriladi, klient tashaladi, chiqib ketiladi. Hech qanaqa pul to'lash, balo-battar degan narsa yo'q. Zajig'ayev bolalar. O'chirmay turaman. Biratolasiga keyingi klient chiqishini ham ko'rib olamiz. Boradigan joyligi bo'lsa, tushunolmay qoldim. Hayot gostinitsaga ekan. Yomon emas, sentrga chiqib qolar ekanmiz. Avariyani yomoni bo'ldi, lekin hozir Lacetti to'xtavdi. Anta грузовичок urib ketdi. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oy. Bo'ldim, ketdim. Ketdik. Voy sol. Buyursa 12 qaytam. So'sin. Добро пожаловать. Astaнаdan Не забудьте пристегнуть ремни Раз, безопасности. Даже на qaydan заднем birolar сиденье. kelib, Поездка по Яндекс. Mashinani urib ketib qoldi. Qaramaysizmi? Минус. Nima deysiz? Qashqarni ko'rmadingizmi deyman. Qashqarnimi? Endi ko'rganman. 2 yosh bo'lganman-da u yerda. Hech nima hozir esimda yo'q o'sha. Siz Uyg'urchani nereden bilasiz? O'sha do'stlaringizdanmi? Xitoyga jiq borgan men. Adashlarim bor. Adashlar bor. Ne chiroyli gap qilar ekansiz Uyg'urcha. Sizdan yaxshimi? Mendan yaxshi-da. Xo'sh, olib kelib tashladik. Hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak, bu nima dedi deb. Endi bu chista Uyg'urcha gaplashdik. Harakat qildim aniqroq Uyg'urcha gaplashishga, unaqa zo'r emas Uyg'urcham. Endi o'zimni tilim ilojim boricha. Xo'p, 18 minutda ketmiz. 36,5 ming kartadan normalniy. Endi nima qilamiz? Endi liniyani o'chiramiz, xudo xolisa. Peshon vaqti bo'lib qopti. Keyin yana ish davom ettiramiz. Zajig'ayev bolalar. Что-то вы как-то широко взяли, а? Да, здравствуйте. Для водителя это широковато. Я же тоже сама забыла. Здравствуйте. Осторожно, там шлагбаум. Да, это я вижу. Я одной маневрой захожу сюда. А я что-то вот отвлекся сейчас по Да телефону. бывает, поэтому, знаете, когда да. новое место, всегда так. Да. Ustidan bosib o'tib ketayim.
Kashmar. Demak, tor ko'chalarimizda bor-ku. Haydovchilar, iltimos bir-birimizni hurmat qilaylik. Xo'p, klient olib kelib tashladik. Yana keyingi zakazimiz srazu tushdi, ko'z tegmasin. Oy qiyot 59 ga borar ekanmiz. Normalniy. Zajigayam. Xo'p, keyingi zakazimiz tushdi. 1.9 dan. Lekin mana ham razvorot bor ekan. Nimagadir bizga uzoqdan razvorot ko'rsatyapti. Biza bo'lsa shu yerda o'zdan razvorot qilamiz. Xo'sh, keyin olib kelib tashladik. 12 ming so'm chiqdi, 20 ming so'm pul berdilar. Dachi qovura qolsin dedilar. Yaxshi. Pakashda 30, bizda yana 58 minut vaqtimiz qoldi, ya'ni 1 soat. Ko'ramiz 1 soatda yana nech pul ishlasa bo'ladi. Zajga. Yana o'sha tema boshlandi. Juda ham jonga tegdi lekin atmenlar. Hozircha 192 ming so'm ishlaymiz. Aytgancha probka 7 balli ko'rsatyapti. 10 balli ham chiqib ketdi lekin boru mana shu o'qishda ishla boshlangandan beri. Davom etamiz. Mana qaranglar. Mana atmen ikkitadan ko'rsatmas ekan bu yerda, ketidan yana 3 ta atmen. Zakaz tushyapti, atmen bo'lib ketyapti. Tushyapti, atmen bo'lib ketyapti. Ani принять qilishga ulgurmasanglar, demak, уже ko'rinmas ekan aktivnost atmen bo'lib ketgan. Принять qilgandan keyin ko'rinar ekan. Lekin eng yomoni har bitta atmendan keyin 5 minutdan oshura ushlab turibdi, zakaz bermasdan. Shunisi yomon bo'lyapti. Zajigay, poylaymiz. Va nihoyat adashmasam zakazni ushladim. Atmen bo'lmayapti. Заказ отменен. Yo, nima bo'lyapti? Nima unaqa bo'lyapti? Gapirib tursam atmen bo'lib ketdi, qoyilman lekin borib. Sakkizta zakaz bajaribman bor yo'g'i. Hozir endi qaysi tarafga yuraman? Chapgami, to'g'rigami? To'g'riga ketdik endi. Nima qilamiz? Chapda atmen bo'lib ketdi zakaz. O! Adashmanman. Adashmanman to'g'riga yurib. Chunki zakazimiz to'g'ridan tushdi. Tavba qildim, zakaz tushsa xursand bo'lib ketadigan bo'lib qolman. Bor, komfort plus vashshi kamayib ketdi zakaz. Yoki o'sha Yandexda nimadir muammo bo'lyaptimi, bilmayman. Zakazni atmen qilsa yoki propustit qilsa 10 minutgacha ushlab turibdi deb. Yomon inson. Mayli, so'kmay qo'ya qoling. Davom etamiz. Xudo xolasa bunisi atmen bo'lmas. Xo'sh, keyingi zakazni oldik 8 metrdan. Уже 55 minut опоздание, chunki oldingi klientni hali yetkazishimdan oldin beruvdi bu zakazni. Boradigan joyim muqimiy 8 kilometr 16 minut. Oldingi zakaz aytgancha 27,5 ming 5 kilometr. Normal. Зажигай. Счастливо. Ага, до свидания, хорошего дня вам. Xo'sh. Zakaz olib kelib tashladik. 17 minut 32 ming so'm. Normalniy. Спасибо за поездку. Va keyingi zakazimiz 2 metrdan keyin turuvdi, nimagadir Пожалуйста, убедитесь, что вы bir to'r оставили ko'rsatyordi. свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Men tushundim nimaga.
Chunki o'ngga qayilish bor edi. Yandex nimagadir uni ko'rsatmayapti, lekin men bilaman u yo'lni. O'shaning uchun zashigayam davom etamiz bolalar. Soqqani soqqaga uramiz. O'zimizning mujik matizchilarimizdan qo'ymasin. Baraka topsin. Rahmat. Mana Matizli akamizni yo'l berib yubordilar. Ham probkani ham nima deydi? Ham probkani yonini oldilar xullas. Ham menga ham yo'l berib yubordilar. Xo'p, nima bo'ldi shu bilan? Ishlagan pulimizni 274 ming so'm 5 soatda Comfort Plus elektro tarifida. Plus 30 prioritet bilan. Nima deysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Normalnimi yoki juda ham sus bo'lganmi? 5 soatga 274 ming so'm. Hamma anaqadan tashqari. Foiz-moyiz, tudim-sudimlardan tashqari. Meni fikrim bo'yicha normalniy. Yo'q, normalniy emas. 5 soatga 274 ming bo'lsa, 50, 100, 150, 200, 250, 50 ming so'mdan aylanmoqdimi soati? Yo'q, vashchi pas bo'pti lekin. Hayronman lekin zakazlarni o'tkaztirmadim. Lekin zakaz soni kam bo'ldi haqiqatdan. Mayli, Alloh barakasini bersin. Eng glavniy sesiyalardan chiqmasin, pozitiv takoy cho'tki taksi parklardan bittasi sevimli taksi. Kelinglar, ulaninglar. Mana mana shu nomerimizni qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aytgancha yangi haydovchilarimizni 1% da ishlashi mumkin. Esilardan chiqmasin, hammanglarni kutib qolamiz. Xullas kalom nima qilamiz? Bugungi rolik tugatamiz endi shu bilan. Juda ham qiziqarli narsalar bo'lgani yo'q. Kerakli narsalarni aytib o'tdim degan umiddaman. Xullas kalom, zashigay.